Tovuqni file qismidan ajoyib taom tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni tovuqning orasini kesishdan boshlaymiz. Bu taom retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Marinad uchun kerak bizga o'simlik yog'i, tomat pastasi, ziravorlar to'plami va soya sousi. Marinadimizni tovuqning ustiga surib chiqamiz. Pergament qog'ozdan kemasimon qolipcha tayyorlaymiz. Va tovuqimizni joylashtirib chiqamiz. Garnir uchun kartoshkani to'g'rab, marinadimiz bilan aralashtiramiz. Va qolipchaga joylab chiqamiz. Duxovkada 195 gradusda 55 daqiqa pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha.